Burildim, lekin nima deganini eshita olmay qoldim. Oldiga yurib borib bunga nima hammasi yolg'onmidi? Shunchaki bular og'izda aytilgan gaplarmidi? Biz yashab o'tgan yillar shunchaki xo'ja ko'rsinmidi? Sen bilan baxtli bo'lmadim. Seni yaxshi ko'rmaganman deb bir marta aytgan dedim. Sen hayotimda yaxshi yashashim uchun doim xalaqit qilgansan menga deb aytgan dedim. Ikkalamizdan qaysi birimiz bu yerda qolishdik. Ahamiyati yo'q dedim. To'g'risini aytsam, shu vaqtda o'zimni tepadan tashlab yubormoqchi edim ko'prikdan. Qumaroq tomonga qaradim. Svetofor mashinalarni qo'yib yuborishini kutdim. Shu tashlaganimda mashina ezib ketsin, birato'la hammasi tugasin deb o'yladim. U kelib orqamdan mahkam quchoqlab oldi. Quchoqlab, yig'lab, "Adam, oyim, ukam, singlim hammasi sensan deganman" deb yig'lab, mendan sidirilib tushib, oyoqlarini tagiga tiz cho'kib o'tirdi. Shu orada u turib, u yoq tomonga o'tib olgan ekan, boyagi bola. Burilib uni yerdan ko'tarib, hech qachon, hatto meni ham oldimda o'zingni bunchalik yerga urmagin hech qachon dedim, deb ko'tarib. Ko'prikdan shu tomonga o'tdik, yurdik. Men o'yladim, taksiga qarab yuramiz ham, yur gaplashib olaylik deb qo'l bola yasalgan skameykalar, daraxtlar oldidagi skameykalarga tortdi. Agar hammasini hozir tan olsam, hech qachon yuzimga solmaysanmi dedi. Hech qachon yuzingga solmayman, bilasan, va'da bersam va'damni ustidan chiqaman. U ham kelsin dedi. Bunga ham mayli dedim. Imlab chaqirdim. Men chap tomonida o'tiribman yo'limda. U kelib meni chap tomonimda o'tirdi. Sen doim ajdanaga tushganingda singlim, oyim deb aytardim. Yolg'on gapirdim. O'qila 40 kundan beri bu bilan telefonda gaplashib yurgandim dedi. Men hech nima demadim. Turib yoniga o'tirdim yerga. Quchoqlab yana shu gapni qaytardim. Uyga ketaylik. Iltimos.